Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 3 kunlik ob-havo va haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, aprel oyining 10 kunligida O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati ko'tarilishda davom etadi. Bugun va ertaga havo harorati 22-27 darajani tashkil qiladi. Ish haftasining oxiriga kelib havo harorati esa 28-30 darajagacha, janubda va cho'l hududlarida 33 darajagacha isiydi. Bu aprel oyi boshi uchun bo'lgan me'yoriy qiymatlardan 5-7 daraja yuqoridir. Mamlakatimizda 3-aprel kuni harorat 25-30 darajagacha iliqqa ko'tarilishi kutilmoqda. 4-aprelda esa harorat 5-7 daraja pastlaydi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 4-aprel kuni ayrim joylarda esa 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda, deyiladi xabarda.